Assalomu alaykum. Oyimiz va dadamiz bilan do'stlarimiz va sizlar bilan shodon o'ynab kulamiz birga. Umarxona, keling bizga qo'shiling, birga kuling. Bu ajoyib. Alhamdulillah, do'stlarni choylaymiz. Umarxona. Dadajon, iltimos uyga keling. Chiptam qayerda qoldi? Nima? Yo'q, kech qolyapman. Salom dada. Tugatdim. Dada, bunga bir qarang. Yaxshi. Dadajon, yuring birga rasm. Qarang, dada. Yo'q, hozir emas. Ha, janob, yo'lga chiqyapman. Ha. Xo'p bo'ladi, janob. Keyinroq o'ynaymiz, bolalar. Hozir ishga borishim kerak. Obbo. Umar, Hanna. Men bilan keyinroq o'ynaysizlar, maylimi? O'zim ham juda afsusdaman. Lekin sizlarni juda yaxshi ko'raman. Dadasi, kech qolyapsiz. Voy. Unutmang, sizlarni yaxshi ko'raman. Bo'la qoling, yana samolyotdan qolib ketmang. Umar, Hanna, ishim tugashi bilan qaytaman. Umar, Hanna, dadangiz sizlarga gapirgan payt nega javob bermadingiz? Dadam bizni yaxshi ko'rmaydi. U faqat ishini yaxshi ko'radi. Dadam biz bilan umuman o'ynamaydi. Dadamiz ishlaydi tinim bilmay, chunki bizga g'amxo'rlik qilar. Aslida bizni hammadan ko'p yaxshi ko'rar. Shuning uchun ham ishlari ko'p, ajoyib uyimiz bo'lsin der u. Bolajonlarim chiroyli kiyim kiysin der, shunga to'kar ter. Ana shuning uchun ham dadamiz juda ko'p ishlaydi. Hammasiga sabab Dadamiz bizni juda yaxshi ko'radi. Dadam anchadan beri kelmayapti. Oyijon, dadam qachon uyga qaytadi? Dadangiz bugun qaytmaydi, qizim. Uyga qaytmaydimi? Dadangiz hozir shahar tashqarisida. Axir sizlarni jonimdan ortiq ko'raman. Unutmang, sizlarni juda yaxshi ko'raman. Umar, Hanna, ishim tugash bilan qaytaman. Dadajon, dadamni sog'inib ketdim. Yoniga borgim kelyapti. Uni sog'ingan bo'lsangiz, ko'ylagini quchoqlang. Xuddi dadangiz shu yerda-yu, uni quchgandek bo'lasiz. Voy, dadam qo'ng'iroq qilyapti. Assalomu alaykum. Salom. Meni qo'zichoqlarim qalay yuribdi? Va alaykum assalom. Dadasi, bolajonlar sizni juda ham sog'inishibdi. Dadajon, uyga qachon qaytasiz? Dada, iltimos, uyga keling. Faqat ertaga qayta olaman, asalim. Ovqatlanib oldingiz? Hozircha yo'q. Dada, bilasizmi, bugun nima qildim? Umar, Hanna, tura qolinglar. Bugun dadangiz keladi. Yashasın! Allohim senga o'tinch, o'zing qo'lla dadamiz, panohingda asragin doim. Panohingda asragin doim. Allohim senga o'tinch, o'zing qo'lla dadamiz. Jonajon uy tomonga ko'ngil talpinar doim.
orziqib kutarman har on, oila davrasida bo'lishim qachon. Ha? Nima? Yo Allohim. Iya, negadir haliyam javob bermayapti. Dadam qani? Dadam qachon uyga keladi? Allaqachon shu yerda bo'lishi kerak edi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Nima bo'lyapti? Dadajon. Sizni biram sog'inib ketdimki. Men ham sizlarni sog'indim. Yaxshi kelibsiz dadajon. Allohim o'zing asra oilamizni, yomonlikdan yiroqda doim. Marhamatingga noil et bizni. Alhamdulillah. Assalomu alaykum. Salom do'stlar, bilasizlarmi? Ota-onamiz bizga g'amxo'rlik qilish uchun ko'p ishlashadi. Shunga qattiq charchashadi. Shunday ekan, ularga har doim mehr va quvonch ulashaylik. Alhamdulillah. Umar, Hanna. Bu nima? Bu Umar va Hannaning ilovasi. Yo'q. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi.